Xo'p, azizlar, mana haligi tayyor degan bitta tog'ora donni hozir ag'darib, qanaqa holatga kelganini ko'rsatamiz. Shunchalik chambarchas bo'lib ketgan, siz qilib qarang, ildizni qarang, ildiz tizimi qanchalik darajada rivojlanib ketgan. Mana 10 kilo don. Hozir bu necha kilo bo'ldi ekan, misolga turish? 25 dan atrofda. Hozir endi buni qo'l bilan maydalashning iloji yo'q. Shuning uchun bir yo'lini qilinadigan bo'ldi hozir. Mana bu kundaga qo'yib turib maydalab olinadi. Qo'lda maydalashning iloji yo'q-ku. Tegib ozgina bunaqa ekan. Bu taraf, o'sha qaysi tarafi og'ib ozgina tagida suv qolgan bo'lsa, o'sha nima ildiz yaxshi rivojlanmagandi. Qolgan joyi mana ildiz zo'r rivojlanib ketgan. Lekin qo'ling bilan bunday qilsang ham maydalanadi mana. Faqat sal ko'proq ish bo'ladi. Ko'rding? Mana. Mana shunaqa narsa. Vitaminga, mineralga boy, oqsilga boy, kletchatkaga boy, tayyor kompleks. Buni men tirik kombikorm deb atayman, ya'ni tirik omuqda yem bu. Hech qanaqa ximiya, hech qanaqa qo'shimchalar yo'q. Har xil premikslar yo'q. Hammasi donning o'zida. Mana shu donning o'zi hammasini o'zining ichida saqlaydi. Bu donning tarkibidagi vitamin va minerallar to'liq hazm bo'ladi. Chunki bu biologik, ya'ni tirik vitamin va minerallar, bularni ximiyaviy yo'l bilan olingan anorganik emas, ya'ni organik ximiya bu. Shuning uchun ham bu narsa hazm bo'lishlik foizi 90% gacha boradi. 90% mana shu narsani hazm qilib badaniga yuqtiradi. Mol yoki qo'y. Buni muqobili yo'q. Kim nima deb bahs qilsa qilaversin.